Tezkor xabar: O'zbekistonning tog'li hududlarida qor ko'chishi mumkin. Assalomu alaykum azizlar, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zgidromet viloyatining tog'li hududlarida qor ko'chishi xavfi borligini ogohlantirdi. Ma'lum qilinishicha, 27-30 yanvar kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining o'zgarishi sababli respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chishi xavfi e'lon qilinadi. Shu jumladan Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod, Kitob, Qamashi shahri, Sabz tumanlari, Surxondaryo viloyati, Boyson, Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun tumanlari, Samarqand viloyati, Nurobod, Qo'shrabot, Samarqand, Urgan tumanlari, Jizzax viloyati, Baxmal, Zomin tumanlari, Toshkent viloyati, Bo'stonliq, Parkent, Ohangaron tumanlari, Chotqol tizmasi tog'lari, Namangan viloyati, Pop tumanida. Tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda. Prognozlarga ko'ra, 27-yanvardan Rossiya hududidan nam va nisbatan sovuq havo massalari kirib keladi. Havo harorati pasayib, yomg'ir, qor yog'adi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ob-havo ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.